2026 yilgi Jahon chempionati Shvetsiya terma jamoasi uchun qo'llanma Grem Potter boshqaruvida va Viktor Gyökeres forma topayotganida, play-off muvaffaqiyatidan keyin umidlar katta. Ushbu maqola 2026 yilgi Jahon Kubogi ekspertlari tarmogining bir qismi bo'lib, 48 mamlakatning eng yaxshi media tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikdir. O'qishni davom ettiring. Casemironing ta'kidlashicha, kutilmagan Braziliya jahon chempionatida o'tkir bo'lib qoladi. Jahon chempionati saralashida kimga nima kerak? Angliya terma jamoasi agar juma kuni Ispaniyaga qarshi o'yinda mag'lubiyatga uchramasa, kelasi yozgi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Ammo Braziliyada yana kim yo'llanmani qo'lga kirita oladi? Angliya Florida issiqligiga duchor bo'lishi kerak, deydi Henderson. Jordan Henderson Angliya terma jamoasi futbolchilarini jahon chempionatida kutilayotgan jazirama issiqqa ko'nikishlari uchun o'zlarini issiq Florida sharoitiga duchor qilishga chaqirmoqda. Jahon chempionatidagi barcha 48 terma jamoaning reytingi bizda FIFA Jahon Kubogida g'alaba qozona oladigan 26 o'yinchidan iborat yakuniy terma jamoamiz bor. Keling, ularning o'rnini baholaylik.